Javob beraman. Videoni o'chir, nomerlarni olamiz. Bugun krasavchik PUBG'ga xotin qidiramiz. Ketdik. Qarang, hozir ana telefonda o'yin o'ynaydiganlar ko'payib ketib qolgan-ku. O'shanaqa bolalar 5 ming, 10 ming dollar topishyapti. O'shanaqa bolalardan bittasi qizingiz yaxshi ko'rib qolsa, erga bergan bo'larmidingiz yo'qmi? Nega? Mehnat qilib, u mehnatga kirmaydi. Ayol. Takoy taniqlirog'i, sizga sovchi jo'natsa, rostdan yaxshi ko'rsa, erga tegardingiz yo'qmi? Yo'qmi? Men bo'lsam ham yo'qmi? 200% yo'q. Molni qaranglar, 200% yo'q deyapti. Lekin bundoq qilamiz. Adasi choyda topadigan pul menda bir kunni turibdi. Я замужем, да, у меня муж играет в PUBG. Ha-da? Uzun hayajonlanib ketdim. Erga tegardingiz yo'qmi? 5 ming, 10 ming dollar byudjeti bor qaroy. Yo'q, bunaqa odamga hech qachon, ha? Yo'q. Nimaga xiyonat qilib ketadi deb o'ylaysiz? Albatta ko'chadagi odam albatta xiyonat. Agar xiyonat qilmasa-chi? Kim javob bera oladi unga? Mana men o'zimga o'zim. Javob beraman. Videoni o'chir, nomerlarni olamiz. Hazillashdim. Lekin realni yaxshi ko'rasiz, aka. Uylangan bo'larimiz yo'q. 10 ming dollar topadi oyiga. Yo'qmi? Nimaga? Chunki PUBG o'ynab vaqtini aniq qiladi. Qimmatbaho vaqtini. Sizga ajratmayapti u vaqtini. To'ydan keyin PUBG o'ynaydir. Bir gap. O'shaning uchun PUBG'da bir gap o'ynagandan ko'ra erlaringlar bilan bir gap o'ynaylar.